Oy kayni, balkim siz beshingizni kechirib baqqan bo'lishingiz mumkin. Yoki atrofingizda uchirtib baqqan bo'lishingiz mumkin. İşletamsizda? Voy. Chiqdim bolam. Azroq yeri qoldi, shuni qilib etsam tugaydi. Mishani qilib etsam tugaydi endi. Bir nam bilan suvaga chiqdim, men qusaq bir ochqanda bir yey. Vokav. Unutib qoptimi? O'duvangla. Qapoma? Ha, bo'pti bolam. Endi bir aql chirib yeyim. Men tugitiblam. Dada, bolalar yig'ilib qopdi, pul bersan olibdi. Shu yerga berib keladigan. Pulni bersammi, beray bolam. Lekin aş oliy maktabda o'qiydigan ishni o'ylashdim-a. Yana boshlandi. Ne chiqdim dedim dada sana, ne chiqdim. Bu hozir men dashuni o'qidimmi deyli. 4-5 yil shu maktabda bekor yuradigan gap. Endi jamiyatga chiqsam-chi, bekordalar bir so'zmas, shu axlat bo'lmay bir parcha. Tugaydi mening umrim. Hey, manqala. Bu oliy maktab degan bu üzangi 4-5 yil vaqtingni aşağıda üzangi ulsaldigan, men jamiyatga chiqishdan burun üzangi bir kesibni pishirdigan ya o. Shundan nurg'un narsani o'rganib oldigan yatdi shu 4-5 yil degan. Kim deydi sana oliy maktab o'qigan 4-5 yil axlat to'lab ketishdim. Nurg'un narsani o'rganib so'yadi sen. Yana desam yana shu dada. Hozir davr o'qishmaydi. Ishonmasang mana men doyindikin men anlatib qo'ya olmayman. Oliy maktab o'qishimda vaz kechib, o'z oldimga iyilik tikligimdan 25-kuni. Mana bugun topgan pulim 1200 qo'y. Demak, bundan keyin men bilan o'xshash topqisi bor do'stlar. Sizdan men bilan aloqa qilishinglar. Birga topamiz. Ko'rdingmi? Bu davr o'qishmaydi dada hozir. Hech bo'lmasa dada PK qilib davam qilmasammi bo'ldi-ku. Eng oddiysi shu, pul topadigan ish chiqdi da. Sen uqmaysan uni. Bu balla maktabda o'qimaganlikning sababini o'zi biladi. Nima ish o'qiyanmaganligini, uning bir sababi bor. Bu sening hamma tel tursa, uning ustiga ota-onang hayot tursa, bu bizning barchag'imizda bir o'qiydigan yerda o'qib bilimni obda elib qilmasan bizmi xotirjam bo'lamiz. Ay sen bir do'yindi ya bir haqiqatan ko'rib bakmadan o'ydim. Ya o'ydimni to'namaysan. Ota-onangning gapini anglamaysan. Ashu do'yindi umringni bir qatam emliyat ko'rib bakmaganimning gapiga ishinib shu 4-5 yillik oliy maktabda o'qimayman deb meni oldimga kelib bizning gapimizni anglamay shunda dadamiz bala. Ma yomon qizibdi qo'dash. Dada? Voy, ma bir narsa chiqdim, yeveling-a. Rahmat bolam, rahmat. Nima chiqding? Tamzorning suyuqishi uyda Bakentda o'qishun chilabla chiqdim. Qizig'ida ichveling-a dada. Voy. Ejib beling qipsa. Bo'ldi, ashagil qo'ya ashadilam ye. Yeb bo'lapandim be qilay buni. Suyuqash. Dada, oliy maktabga men bilan tang o'tgan savodoshlarimning hammasi ketib bo'ldi. Men qoldim. Men yana bormasam hem de okuyamayman dada oliy maktabda. Lekin meni bekli o'qig'im bor dada oliy maktabda. Raslan men bek yaxshi o'qiydim. Bu gap to'g'riliq necha qaytim paranglashib bo'ldik balam. Hem de uyning ahvolini sen bilmaydigan yerda emas. Hem de bu iqtisod bo'lmasa, u mendami amal yo'q. Shu biz sen o'qimaganga balam qo'zg'ing ochqanmaydi degina. Sening bir yerda rizqing borda. Men uni buni qilib men sening bir ish qilib yo'lga salalayım balam. Eng yaxshisi men degandek o'qimak ne? O'qimagan, o'lib qolmas bir şeydim. Tamam olmak. Boy hocamning eti ko'ptur. Menerge bir o'g'li yo'qtur. Gadoyning o'g'li ko'ptur. Menerge bir eti yo'qtur.